Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun eng arzon avtokreditimiz yana qaytdi. Qaytgancha YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Shunda ham Telegram va Instagram kanallarimizda eng arzon avtomobillarimiz har kuni joylab boriladi. Pastga telefon raqam va Instagram, Telegram akkauntlarimizni qo'yib qo'yamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar. Bugungi obzorimizda 2020-yilda ishlab chiqarilgan qora Gentramiz akalar. Boshlang'ich to'lovi $1800 berasiz, hamma xarajat ichida. Bonusiga polik bilan chexol shaxsan o'zim qo'yib beraman akalar. Hamma xarajat ichida $1800. Yana agar kelishadigan bo'lsak, bundan arzon banklar ham bor. Ulardan ham chiqarib berishga tayyormiz. Nexia 3imiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Bosh to'lovi $1800. Kelasiz, hamma xarajat ichida aytganimizdek chexol bilan polik sizlarga bonus akalar. Yana 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz, bunimiz mexanika, oq rangda, kraskalari top-toza. Buni aytganimizdek chexol bilan polik bonusga $1250 boshlang'ich to'lov, hamma xarajat ichida. Oylik to'lovlarini Telegram, Instagram hamda telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Oq rangda mexanikamiz. Yana bizda O'zbekiston Respublikasi bo'ylab eng arzon narxda Cobalt va Damas avtomobillarimiz chiqadi. Damas avtomobillarimiz birinchi kredit bo'lib chiqadi. Birinchi kreditimizda 37 million so'm berasiz. Hamma xarajat ichida sizning nomingizga chiqadi. Oylik to'lov 2,3 million so'mdan 5 yilga. Yana nima qilib berish kerak akalar? Cobaltlarimiz boshiga 2,5 ming atrof ketadi. Hamma xarajat ichida. Butun O'zbekiston Respublikasini aylanib ko'raylik. $2,5 ga yangi 2025-yil avtokorobka Cobaltimiz yo'q akalar. Umuman yo'q. Eng arzon narxda faqat bizda. Nomerimni yozib qo'yinglar. 94 119 40 98 hamda pastda Instagram va Telegram akkauntlarimizni qoldiramiz. Eng arzoni faqat bizda akalar. Ishonaveringlar. Bizdan yana rent karga avtomobil olishingiz ham mumkin. Ularni rent karga telefon qilib faqat Toshkent oblasiga, ya'ni Toshkent viloyatiga beramiz. Shuningdek bizda Nasiyaga savdoga ham yangi va eski avtomobillarni Nasiya savdoga beramiz. Sizlar faqat aloqaga chiqinglar bo'ldi. Aytgancha kommentariyada sizlarga qanaqa avtomobil kerak va qanday boshlang'ich to'lovingiz bor va hamda raqamingizni yozib qoldiring. Biz sizga aloqaga chiqib, sizga kerakli bo'lgan, siz xohlagan bosh to'lovda avtomobilni 3 yoki 4 kun ichida qilib berishga harakat qilamiz. Sog' salomat bo'ling.